kunam yurishdi endi. Shunaqa haligi o'zim ham mana shunday sartaroshxonaga borib uxlab qolardim. 5 minut oladim, uxlab qolardim. Shu darajada bo'lib ketdi endi. Menda toshqin daryo edim, oqmadim desam, karis bolalar-ku. La 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 la. Endi shunaqa chalib ketadi. Karis bolam saksofon ham chalardi-da. Undan keyin borib tepaga chiqasiz, norvani olib qo'yilgan bo'ladi. Ana keyin tusholmay bir sarson bo'lib tepada qolib ketasiz. Zo'r gap bo'ldi lekin. Men konservatoriyani bitiryapman, men otarishim bo'lmayman. Men to'ylar endi shunaqa to'ylar ko'p-da endi biz to'ylar o'sha paytda portlagan paytda yog'ilib ketgan hamma yoq endi. Divanim bo'lar tag bo'sh. Tasavvur qiling. Olib kelib shu yerga tashlayman shunday. Endi shunaqa pul shunaqa narsa ekan, qaragiz kelib qolar ekan. Pul kelyapti-yu, hamma qarshi chalyapti-yu, hamma deyapti-yu deb unaqa qilib adashib ketmaslik kerak. Ularning yo'li kalta juda ham. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi suhbatdoshimiz, mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshpo'lat Matkarimov. Assalomu alaykum Toshpo'lat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli internet muxlislari, YouTube muxlislari. Salomat bo'linglar. Mana hozir shu ayniqsa YouTube internetni bir og'zi to'ldirib aytdingiz Toshpo'lat aka bugungi kunda. Shunaqa davrda hozir odamlar telefon bilan uxlab, telefonini o'rganayotgan payt. Bu yosh ham tanlamayapti qarang. Yosh bola qo'li chaqaloq ham sal o'zini harakati boshlangandan keyin qo'liga bersangiz nimadir qilyapti. Telefonga qariyalarimiz ham, otaxonlar ham, onaxonlar ham, o'rta yoshdagilarni endi qo'ymang. 4 ta odam yig'ilsa ham bir bilan gaplashish yo'q, telefonda o'ynab o'tish. Shunaqa holat bo'lyapti-da endi. Endi telefon orqali ma'lumotni ham tezkorlik bilan olishyapti-da hozirgi kunda. O'zi insonning tabiati, masalan, biz ovqatga muhtojmiz. Inson shunaqa yaratilgan ekanki, har doim unga axborot kelib turishi kerak. Chanqoq. Ayniqsa ayollarga deydi. Ayollar agar bir-biridan axborlar qilmasa, kasal bo'lib qolar ekan. Umri ham qisqarib ketar ekan. Shuning uchun ular doim shu gap so'z ichida bir-biri bilan gaplashgan, bir-biri bilan muloqot qilgan. Endi mana ular qiynalmaydi, ko'plari mana telefon hozir yonida. Xohlagancha informatsiyani olib, xohlagancha informatsiya berib, o'sha mana andarmanda. Demak, bizga qanaqadir ma'noda bir hayotimiz ham bo'lagi bo'lib qoldi desak ham bo'lar ekan. Albatta, hayotimiz juda ham kerak bo'lagi bo'lib qoldi. Bu hayotiy ehtiyoj bo'lib qoldi. Qarang, o'zi informatsiyani olardik, masalan, bir-biri bilan gaplashib, gazeta o'qib, kitob o'qib, radio eshitib. Endi hozir shuni hammasini o'rnini go'yoki shu telefon bosgandek bo'lyapti. Odamlar haligi xumorni telefon bilan bosyapti, hamma shunaqa bo'lib qoldi. Va eng qizig'i, nafaqat ma'lumot oladi, ma'lumot tarqatadi ham. Albatta, ularga ucharlar ham ko'p endi, ma'lumot tarqatib, undan foydalanganlar ham juda ko'p, buni mazasini totganlar ko'payib ketdi. Endi bu bizni hozirgi zamonaviy bir kasbkorga ham aylandi qaraganda. Hayot tarziga aylanib kirib keldi, bizning hayot tarzimizga kirib keldi. Oddiy mana boya aytdim-ku, insonga axborot juda ham zarur. Har kun ovqatlanish kerak. 3 mahal ish bo'lsa, ovqatlanish kerak bo'lsa, hozir 24 soat informatsiya olish kerak bo'lib qolyapti-da, shunaqa darajada. Juda ko'plar mana uxlamasdan, uyqusidan kechib, qancha-qanchalari uyqusidan ham adashib qolyapti. Kunmi tunmi farqiga ham bora olmay qolyapti. Va shundan kasallanganlar paydo bo'lyapti. Shundan azob chekayotganlar paydo bo'lyapti. Bundan masalan butun hayoti buzilib ketayotganlar ham paydo bo'lyapti. Lekin har bir narsaning yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Biz iloji boricha o'zimiz yaxshi tomonini olishimiz kerak. Lekin men uchun juda ham foydali narsa bu. Har doim shu zamonman ham nafasman. Dunyoning qayerda bir paydo bo'lgan yangilik bo'lsa, kerak bo'lsa tez olaman va tez hazm qilib uni tez hayotimga tatbiq qila olishim mumkin deydi. Shu tomondan yaxshi. Toshpo'lat aka, mana yoshlik davringizga qaytsak-da, bilamiz juda muxlisingiz ko'p. Yoshlik paytingizda mana estrada yo'nalishi, hozirgi davrdagi estrada yo'nalishi, shuni ozgina farqini aytib bering. Endi mana shu bir 10-15 yoshlarda aqlimiz tanagan bo'lsak, shundan buyog'iga barcha jarayonlar ichidamiz endi qarang, shu san'at, o'sha adabiyot ichidamiz bunday qaraganda kelyapmiz. Boshida men o'zim onamga qo'shiq aytib beraman deb qo'shiqchi bo'lganman boshida qarang. Ikromjon Mo'ronovda qishloqlarda kichkina radiochalar bor, o'shandan qo'shiqlari berilardi. O'sha qo'shiqlar ichida Ona bebaho degan qo'shiq chiqib qolganda, shu qo'shiqni onam ko'p eshitardi. Shuni e'tibor berib, shuni aytib beraman deb shu qo'shiqda bitta, ikkita so'zlarni yodlab qo'ygan. Demak, o'shanda mehr qo'ygan ekansiz. Mehr qo'yilganda shundan boshlangan qarang. Keyinchalik bu maktabga borganimizdan keyin maktab o'quvchilari masalan o'zim sinfdoshlarimga aytib beradigan bo'ldik. Maktab bir sinfda sinf rahbarimiz bo'lardi, u odam bizga dars ham o'tardi. Dars o'tgan paytda qani hamma uni metodikasida endi bir to'xtab, qani Toshpo'lat bir qo'shiqni oldi, bir ikkita qo'shiq aytib, bolalar sal chalg'ib, shunaqa dars o'tardi. Undan keyin Keyin mana Bahrom aka Sattorov degan o'qituvchimiz keldi, u kishi kelib, meni hayotimda bir burilish yasagandi o'shanisi ham. O'zgarib ketdi. U paytlarda qaraganda oddiy, masalan,
uzun radio, oddiy cholg'u asboblari sekin sekin kelyapti. O'sha cholg'u asboblari bilan san'at bo'g'inchalariga borib, san'at bayramlarida qatnashib, olqishlarni olib, olqishlardan kasali bo'lib, olqishga bir umr o'sha olqishni qanotida o'sha yurdik-da endi mana qaradigan. Endi shunaqa qilib kelyapmiz, sekin to'ylarga olib chiqdi meni odamlar. To'ylarda ham haligi bilsangiz chelak derdi uni, chelakka o'xshagan karnellar bo'lardi. Oldingi paytda. O'shalarda qo'shiq aytdik, mikrofonlar ham endi g'alati, uni bir odam aytib, aylanib ushlab yuradi, siz aytib yurasiz. Odamlar ham o'tirib olgan masalan, stollar ham yo'q. O'sha yerlarga joy solib, o'shanaqa aylanib qo'shiq aytib yuriladi. Undan keyin elektronik usullar chiqdi. Ular sal sifati boshqa chiroyliroq bo'lib, undan keyin rever kerak bo'ldi. Reverlarda ham mana magnitofonlarda, ikki darajali magnitofonlarda lentani katushkani aylantirib qo'yib, o'shalar aylanadigan bo'ldi. Alohida o'zi reverlar chiqdi. Endi estradaga yaqinlashyapman-da endi. Keyin birdan bizda qattiq o'zgarishlar boshlanib, jamiyatimizda qayta qurishlar boshlangan bo'lsangiz, o'sha paytda bizga endi estrada kerak bo'ladi bo'ldi. Estrada qo'shiqlariga talab boshlandi-da. Demak, shunda shakllanib ketdi. Shakllanib kelyapti. U bizda madaniyat uylarida Yunus degan elektron asbob bo'lardi. Esimda. Keyin haligi sintezator bo'lardi. Vermona degani bo'lardi. O'shalardan foydalanib, sekin to'ylarda foydalansak, odamlar yoshlar-ku endi. Uni ruhlana boshladi. Yana izlana boshladi. Keyin o'sha paytda Fayeme degan ichida anaqasi bilan ovozlarim bilan asboblar kela boshladi. Shu davrda meni Fayeme chaladigan yigitim arazlab qoldi endi. Bo'ldi, men konservatoriyani bitiryapman, men otarishib bo'lmayman. Men to'ylar endi shunaqa to'ylar ko'pda endi biz to'ylar o'sha paytda yog'ilib ketgan hamma yoq endi. Yangilikni odamni o'chligini qarang-da, o'sha oddiy Fayeme degan asboblar, o'sha Yunus vermonalar shunaqa kelyapti. Jonli barabanlar shunaqa kirib kelganmiz endi. Endi kelyapmiz, shunda haligi u aytdiki, men dedi yurmayman to'yga dedi. Men endi hayron qoldim. O'sha paytda 26 yoshdaman. Menda bir o'zimga o'zim bir savol berdim. Toshpo'lat dedim, mana shunaqa to'ylar ichida, pullar ichida ketaverasanmi yo o'zing bir noming chiqish kerakmi seni? Sen ham bir shaxs bo'lishing kerakmi degan o'zimga o'zim 26 yosh savol berganman. Endi bolalikdan ham orzularimiz ko'p bo'lgan, o'qishlarda o'qiganmiz, institutlar bitirganmiz. Endi shunaqa to'ylar ko'payib ketgan, to'yimni ovora bo'lib qoldik-da endi. O'sha paytdagi nima urf qo'shiq bo'lsa, aytamiz. O'sha paytda kimdir odamlar ko'p eshitayotgan bo'lsa, o'sha san'atkorlar qo'shiqni aytib beramiz-da endi. Shunaqa paytda o'zimga o'zim bir kun savol berdim. Shundan keyin bir tog'am bor, meni Abdulla tog'am bor, ikkalamiz gaplashib, tog'a shunaqa niyat qildim. Endi mana pul kelyapti, puldan qamchilim. Endi o'sha paytda mashinalarim yangisini minaman. Uylar ham qurdim, hamma narsa, uylangan, hamma narsam bor hisobda. Oldi odamim bo'ldi. O'sha davrda endi manaman degan o'sha payt uchun, o'zim yoshim uchun mana bo'lganman. Ko'p odam tanigan, boshqa qilgan. Shu ham ijod orqali bo'ldi-ku. Ijod orqali bo'lganda. Endi mana estradaga kirib kelyapti. Qarang, keyin nima qilish kerak? Men doirashim bo'lardi, Alisher degan yigit do'stim. Yaqinda dedi, Toshkentda bir sostav dedi, bo'shadi dedi. Uni xonandasi nimadir bo'lgan ekan, o'sha sostavda dedi, haqiqiy estrada bolalar bor dedi. U karis bolalar ekan. Usuldir qo'yadigan yigit, ovoz kuchaytirish qo'yadigan yigit ham rus bola ekan. Kelib uchrashdik, gaplashdik. Ular o'zining shartini aytdi. Men ham shartimni aytdim. Kelishdikda bo'ldi. Eng qizig'i aliminch karnaylar, uniki elektronika. Endi biz masalan unda bilmasdik-ku. Bu estradada трехполоска, uchi низкий, средний, высокий kanalli boshlangan ekan Toshkentda. O'shani o'sha yigit yaratgan ekan, o'sha yo'nalish. Apparat qo'yishdi endi. Uni qo'ysangiz endi o'sha to'yxona zirillaydi, nima deydi? Butun odamlar kayfiyatini ko'taradi apparat. Hamma turg'azib boradi. Menga endi bu juda katta yangilik bo'ldi. Keyin imijimiz ham o'zgartirishga to'g'ri keldi. O'ylovlar qo'yildi, chochlar o'stirdi. Chunki karislarning chochlari uzun ekan. O'ylovlar qo'yildi, chochlar o'stirildi. Keyin o'sha karisimizni hovlisi ilk otada ekan, o'sha yerga borib apparatni qo'ydik. Yamaha 21 o'sha paytlarda yangi chiqqan. Keyin borib boshladik-da, keyin o'sha bolalar aytdiki, "Kelinglar" dedi, "Hozir" dedi, "ritm blok chiqqan" dedi. U nima narsa? Ritm blok o'sha butun baramanni chiqarib beradigan asbob, ritm beradigan asbob shunaqa ekan. Dedi, ikkitegani kelgan dedi, "Hozir" dedi. Bittasi do'stlik degan mehmonxona bo'lardi. Markazdagini aytasiz. O'sha joyda dedi,
estradaning bolalari. Endi o'sha paytda biz endi estrada o'zbek cholg'uvchilarimiz yo'q edi-da xullas. Biz majbur edik o'sha boshqa millat vakillari. Ular bizdan bir qadam oldinda endi. O'shalarda ishlashga majbur edikda. Mehmonxonaga keldik, ular olib keldi, ko'rsatdi. O'sha ritm blokda Casio ekan. Casio degan ritm blok O'zbekistonga ikkita kelgan dedi. Bizda bittasini sizlarga berishimiz mumkin dedi. Bo'ldi deb sotib oldik, ritm blokni qo'ydik. U zo'r ekan haqiqatan. Shu ovoz aniq qo'ysangiz, yashaykalari ham bor ekanda, ya, hop deb ovozdan yozsangiz, bunda bossangiz juda boshqa chiqar ekanda endi. Men endi muxlislarim juda yaxshi biladi, o'sha payt to'ylarda eshitganlar yaxshi biladi. U usul berishga yaxshi ekan. Usul berishga, haligi bezak berishga ham zo'r ekanda. Kelib qo'ydik, o'sha boshladik repetitsiyani. Endi eng qiziq joyi men qo'shiqni boshlasam, masalan, menda toshqin daryo edim, oqmadim desam, karis bolalar-ku. La 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 la. Endi shunaqa chalib ketadi. Karis bolam saksofon ham chalardi-da. Birdaniga shu nima aytsak, Xudoni o'zi o'nglayapti-da endi. Qarang, zukkor ekan-ku bolalar. Yurib ketyapti-da. Shunaqa jonli haligi bolalar ekan, nima deydi? Ichi to'la musiqada ular endi. Estradada o'sgan, estradani joni dilda ular endi. Shundan boshladik. Bir oycha repetitsiya qildi, to'yga bordik. To'yga borsak ham to'y yonadi-da. Shunaqa bo'lib ketdiki, haligi to'ylarimiz shunaqa ko'p bo'lib ketdi. Endi apparaturani tasavvur qiling. Eng zo'r apparatura. Eng zo'r olgansiz. Eng zo'r muzikantlar. Yana men ham o'zim o'zgarganman, o'sha boshqacha Toshpo'lat Matkarimov endi. Shu ketdik, shu boshladik. Keyin biz haligi bir xonadonga keldikda, nota degan maytamonlar bo'lardi. O'sha nota maytamonlardan studiya ham yo'qdi. Endi estrada yozgan studiya ham yo'q o'sha paytlarda. 4 ta ovoziga muzikalarni yozib, xonadonda disk yozib, ovoz yoshlarga bersak, uncha ketmadi-da. Rosa xafa bo'ldim. Nimaga unaqa bo'ldi? Hayronman, negadir endi to'ylar zo'r. Bu to'y varianti emas-da, bu studiya variant bo'ldi-da endi. Farqini qarang. Baribir jonli to'y ekanda. Keyin yonimda yuradigan Nurmuhammad degan o'rtog'im bo'lardi, ovoz yosh studiyada ishlaydiganda, o'rtoq bo'lmadi bu dedi. Yemadi dedilar. Yemadi dedi. Boshqa ish qilamiz dedi. Nima dedi? To'yingizni qarang dedi, qanaqa dedi. To'yga boraman deb to'yda yozaman dedi. Mana shu Yunusobodda bir to'y bo'ldi, to'yxonaga keldik. Shu to'yga maytibondan olib kelgan, yozdi. O'zi ovoz, masalan, payshanba kuni to'y bo'layotgan bo'lsa, shanba ular uchun pikda, o'zlari qo'shiqlari bor. Olib chiqib shuni qo'yadi-da. O'sha yerda ma'lum bo'ladi nima ekanini. Keyin kelib yozdik. Kelib yozdik. To'y endi Toshkentda to'y bo'lsa ham shunaqa chiroyli to'y bo'ldi. Borib ajoyib to'y bo'ldi. Keyin borib uyda juma kuni tayyorlaganda, yo bu yoqqa qilganda, shanba kuni ertalab chiqib shundan qo'ygandan, ya, ho qilib haligini bosgandan endi kelib bolalar olyapti deb bunaqa rekord sotilmaganman o'rtoq deb xursand bo'lib keldi. Lekin o'sha paytda to'ylarni ham egallab olgandik. To'yda egallangan. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha emas. O'sha hozircha hududimizda, o'zimiz Toshkent viloyatida, Toshkent u paytlarda bunaqa internet yo'q-ku, birdan bunaqa katta miqyosga keltirmaydi-ku. Keyin o'sha bola xursand bo'lib ketdi shu bilan. O'zgaradi o'sha paytda anaqa ekan, eksperiment ekan. Qanaqa bir yaxshi narsa yangi chiqib qolsa, o'sha yerda studiyalar endi ilg'or bo'ladi-ku. O'sha yerda hamma yotoqxonalarda qo'yib ketar ekanda. Shunaqa bo'lgan. Kim oladi qo'shiqlarim, "Ey gul badanim gulizingga banda bo'layin", yo'qayotgan mashhur bo'lgan ekan. O'sha 88 shunaqa yurildi. 89 ham portlab ketyapti. 89.5ga kelganda karis bolalarim aytdi, "Biz tamom bo'ldik" dedi. Nimaga? Qo'lni ko'tarib, bunaqa yurib bo'lmaydi, bunaqa yashab qoldi. Charchab qoldi-da endi. Kunam yurishdi endi. Shunaqa haligi o'zim ham mana shunday sartaroshxonaga borib uxlab qolardim. 5 minut oladim, uxlab qolardim. Shu darajada bo'lib ketdi-da endi. Kelamiz, yotamiz, uyg'otishadi, ketdik. Ovqatlanish ham sutkasiga bir martaga o'tib ketib qoldi, bilasizmi? Ovqatlar ham esdan chiqib ketdi-da. Ozib ketganmiz, haligi bo'lib ketganmiz, sochlar o'sgan. Shu lekin kayfiyat mingda. To'yga boraman, torni shunday olaman, kayfiyat, uyqum qochib ketadi-da. O'sha to'y 5 soat, 6 soat, 7 soatlar bo'lgan to'ylar bor-da. O'shalarga yozilib qolgan bo'lsa. Tong'otar bo'ladi, o'shalar. Quyosh endi chiqay deb qolgan to'ylarimiz ham bo'lganda. Shu jonli doirachimda qo'llari qonib ketadi bechorani. Haligilar chalayotgan joyda uxlab qoladi. Unaqa bunday qarasam dang bosib qoladi, bunday uxlamoqchi bo'ladi. He deyman, o'zim tordaman. Mana shu qo'llarim endi nima bo'lsa bo'ladi. Torda jonli chalaman, saksofon chaladi, klavish chaladi, bas gitara chaladi. Endi bir boshqacha vaziyatda, haligi usul o'tuvchiman bechora. Shunaqa haligi bola u yoqqa borib eshitadi, bu har joyda borib eshitib, shu tinmaydi haligi bola. Ovozni sozlab turish kerak. Biz usulchilar qo'yib uxlab yotadi, masalan, evda uxlab yotadi. U biz bilan teppa-tengda endi. Shunaqa qilib
yurdik qarz bolalarim charchadi. Bo'ldi dedi, ilojimiz yo'q dedi. Keyin men majbur bo'ldim, yana boshqa Ozarbayjon bola oldim, Jug'ut bola oldim, O'ris bola oldim, yana boshqa sostav qildim. Ularni tayyorlab konsertlar bera boshladim, qarang. Konsertlar berib, keyin ovozni qayta estrada yozadigan joy. Masalan, biz endi mana Toshkentga kelib, radiodami bir yozsak bo'ladi. Biz uni o'zimizcha qoniqmaganmiz. Yo'q, bizni estrada yozish kerak. Estrada yozish kerak deb harakat qilyapmiz-da. Keyin so'rayvergan edik, aytishdiki, Farg'onada dedi, Farg'ona bozorda dedi, studiya bor dedi, Stalik degan Jug'ut bola ochgan dedi. Agar o'shanga borib gaplashsalaring dedi, o'sha zo'r yozish mumkin dedi. Bordingiz kelishdi. Keyin qarang, Sirdaryoda konsert bo'ldi. Konsertdan chiqib, butun guruhim bilan ketdim o'sha yoqqa. Endi bizni qo'shiqlarimiz jonli tayyor bo'lganda, endi o'sha studiyada qanday bo'lgan bo'lsa, shunday biz uchalib to'ylarda aytib yuribmiz. Keyin bordik. Borgandan keyin u bola zo'r bola ekan lekin. Bizni kutib oldi, joy qilib berdi. 3 mahal ovqatlarimiz, studiyasi ham zo'r. Shu bozor yonida ekan. Shu tuni kuni biz bilan odam ovora bo'ldi-da, biz shu kayfiyatimiz yaxshi bo'lish kerak. Bizga sharoit yaxshi bo'lish kerak. Endi siz ham kim Toshkent Rahmat Karimov keldi deydi. Choy, kofe bo'lsa, kofe, ovqat, xohlagan narsamiz qilib beryapti shariatimizni. Lekin shu kayfiyat bilan yozdik. Vodiydan shu zapisimizni butun respublikaga tarqatib yubordik. 89-yilgi zapisimiz, Stalik yozgan disklarim, qo'shiqlarim bormagan joyi qolmadi. Tojikiston ham, Qozog'iston ham o'shani hali ham eslaydi-da. O'zbekiston ham butun haligiga ketdi. Eng qiziq joyi o'sha paytda biz repertuar topa olmasdan butun jahon musiqasini o'zi haligi Nurmuhammad o'rtog'im ovoz yosh studiyasida ishlaydi dedim-ku, nima ketadi u biladi-da. Eng xadovoy dunyoning musiqalarini olib kelib menga beradi. Demak, siz o'sha narsalarni olgansiz, ko'chirma qilib. Olib, endi uni biz plagiat deb o'ylamagan, havas qilib olganmiz endi. Olib bir kechada men o'zim she'r yozardim. O'sha Ali Boboni, keyin Sehrli Burqosh kuylandi, kim oladi, mana shunaqalardan hammasini she'rni o'zim yozganman. O'zim yozaman. Kelib keyin Ali bolalar chaladi. Shu bilan to'yda endi hech kim bilmaydi-ku unaqa shu estradada endi shunaqa jarayon bo'lganda portlab ketyapti. Shu endi yildan yilga. Undan keyingi yil tayyorlanish kerak bo'ldi. Milamat degani men bunday qarasam ko'p Jug'utlar ishlagan ekan. Milamat degan bola D20 degan, D20 degan Roland olib keldi. U ham O'zbekistonga yangi narsa. Olib kelib to'yda chaladi, to'yni ham ko'tarib boryapti-da. Men yana nima qila olasan desam, men studiyaman dedi. Bu studiya dedi. O'sha qo'shiqlaringni barini dedi, men dedi, o'zim dedi, yoza olaman shuni dedi. Qilib olmasa dedi, o'sha paytda lambadalar payti modaga chiqqan payti. 90-yilgi qo'shiqlarimni Milamet qildi. 90-91da shu bola qildi. O'sha lambadalarim endi xullas har bir yangilik odamlarga bir boshqacha kayfiyat berar ekan. Men boshqacha ob-havo bo'lganda odamlar uchun men o'sha paytdagi hayotim. U ham 90-91 shunaqa ketdi. Portlab yuribman endi. Mashinalarda ham har yili yangi minaman. Qarang, 1 yil minib 06 Jiguli eng zo'r mashina bo'ladigan bo'lsa, 1 yil minib 1 yil minib eskirdi endi deb sotyapman. Yangi minishim kerak edi, salondan yangi olib minyapman-da, shunaqa darajaga yetildi-da endi. Pul masalasida gap yo'q. Bir divanim bo'lar tagi bo'sh. Tasavvur qiling. Olib kelib shu yerga tashlayman shunday. Pul shunaqa narsa ekanki, qaragiz kelib qolar ekan. Hidi ham odamni bezor qiladigan bo'lib qolar ekan. Shunday masalan to'ylardan chiqiladi. Masalan bir 100 kilometrlik to'y bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'ydan chiqqandan keyin bolalar o'tirib olib, kelgancha rafta boriladi endi. Rafta o'tirib men Jigulda kelsam, ular rafta kelgancha o'rtaga pul bo'ladi, sanab keladi. Bir xil pullar shu yo'lda ham tugamaydi. Sanab ulgurmas ekan. Shunaqa darajada xalqimiz bizni esoslaganda 90-yillarda avloddan oladigan bo'lsangiz, nihoyatda hurmat qozongan o'sha paytda. Biz eng odobli bo'lganmiz nihoyatda. O'sha davrda avloddagilar hammasi boshqacha. To'yga hamchi bilasizmi? Sahnaga chiqqanday chiqishardi. Bir sahnaning hurmati bor edi. Muxlislarning hurmat joylari. O'zimizni ham masalan, men hozir ko'rmayapman, poyanda so'yib, to'shab kutib oladigan joylarni. Bizni mashinadan tushmay turing. Mashinadan tushmay turing deb hurmatni qarang. Mashinadan tushaylik, to'xtang deb oyog'imizga poyanda solib 30 metrmi, 40 metr, 50 metrgacha, o'sha biz boradigan joygacha poyanda solib shunaqa kutib olishdi. Endi mana belimizga, ustimizga chopon yopishlar, manaqalar, pullar, endi bular o'sha davr biz uchun boshqacha davr bo'lganda, bizni ham hurmat qilgan, biz ham muxlislarni rosa hurmat qilganmiz-da. Endi sanoqli edik o'zi ovoziga, o'zini yo'liga ega yigitlar o'sha sanoqli edik-da. Kamida. Qizlarimiz ham, yigitlarimiz ham sanoqli edi.
Chunki hali mini disk degan bola kirib kelmagan edi. Ha, gapir. Ha, shunga kelyapman. Jonli aytilardi. Jonli aytilardi. 15-20 kishi borlardi va jonli aytilganda ham birrov degan narsalar ham yo'q edi hisobida. Birrov deyilmas edi. Masalan, meni bir tomonga qo'ysa, bir tomonga Muhriddin Xoliqovni kimdir Ahror Usmonovni qo'ylardida. O'sha bizga bir hozirgi ring deyilyapti-ku. O'sha ringga o'xshab, duyeliga o'xshatib, shunaqa to'ylar bo'lardi-da. Masalan biz yarim soat aytsak, ular yarim soat aytardi. Ular muxlislari mazza qilsa, bizning muxlislar mazza. O'sha joy ham ko'p narsani aqlab beradi. O'sha davralarga kelib ko'p odam qo'shilib aytadi. Bellashar ekanda. Bellashuvlar qilardi odamlar. Shunaqa odamlar ham bo'lardi-da, lekin haqqimizni zo'r berardi. Haqlarimizni masalan joyida berilardi. Endi shunaqa portlab kelyapman, ko'nglim chiqmaydi-da meni. Nimaga? Nega? Men birovning musiqasiga so'z qo'yib aytyapman-ku. Bu yaxshi emas, qiynalganda. Vijdonim qiynalyapti. Bu yaxshi emas-ku bu. Endi ichida o'zimning qo'shiqlarim ham ko'p, lekin o'sha qo'shiqlarning ichida men chet el musiqasini olib qo'ygan joylari ham ko'p-da. Shuni xijolat bo'lyapman-da. Men 88-yil o'sha yurgan paytlarimda Muhammad Yusuf ham menga Xudo meni shu odamni qanaqa tanishib qolgansiz? Qishda Damashqqa borlardi. To'y yo'q paytida-da, sezon emas payti. Bir joyga borganimda, O'zbekiston emas, borganimda men butun boshqa millat vakillari. Bironta o'zimizni qoralarni ko'rmaysiz, qora ko'zlarni ko'rmaysiz. Raqs tushadigan maydonlar hamma shu yerga yig'ilib kelardi. Bo'lib o'sha yerda o'yin kulgi bo'ladi. Madaniy xorda chiqarilardi. Aslida ko'plar yoshlar bo'lardi. Borib raqsga tushlardi. Keyin borib bir kun turgan edim. Birinchi kun bordim endi. Kechqurun borib o'sha yerga borib turgan edim. Uzoqdan bir yigit keldi menga qarab. O'zimga o'xshagan qorachadan keldida so'rashdi. So'rashib kelib, endi buni ko'p aytib bergan muxlislar bo'lsa kerak. Keyin so'rashib, "Qayerdansiz?" dedi. "Toshkentdanman" dedim. "O'xshamaysiz-ku" deyapti. Men Ohangarondanman, ha dedi. So'rashdi. Birdan bilibdilar-da. Shevamdan bildi-da. Turib, keyin biroz turdik. "Qarang" dedi, "Hamma o'ynayapti, raqs tushyapti. Men ham shu yerda dam olyapman" dedi. Ana ikkita qizni ko'ryapsizmi? Uni qarasam, ikkita qiz turgan ekan. O'zi qozoq, ikkita qozoq qiz turibdi-da. Shular har kuni kelar ekanda, hech kim taklif qilmas ekan negadir ularni. Bular biz o'zimiz qora ko'zlarga dedi, "Yuring" dedi, "o'ynatamiz" dedi. Borib raqsga taklif qildik, ular ham o'ynadi, o'ynab 3-4 kun shunaqa qilib yurdik endi. Borib kelib yurdikda, keyin bir kun men ketaman dedi. Bo'pti, kuzatib qo'ydim. Qarang, eng qizig'i u she'r haqida ham gap yo'q. Qo'shiq haqida ham gap yo'q. Uyga qaytib kelib, yoshlik jurnali bo'lar. Shunda ochib o'qisam, Qora quyosh dostoni chiqib, bunday rasmga qarasam, Xudoning qudrati o'sha odam kallasi turibdi. Iye dedim, bu Muhammad Yusuf ekan-ku bu. O'sha paytlarda Samarqandga borsam, men agar qo'shiqlari juda aligina qilib. O'zim shoirlarni vobshe aytmagan, umuman gapirmagan. Yo'q, u endi kamtarligini qarang insonni. Men ham u odamga maqtanib qo'shishman demaganman-da, u odam men ham shoirman deb aytib, u dam olishga borgansizlar. Dam olib o'ynab kulib yuribmiz-da, shunaqa bo'lyapti. Kunduzi masalan o'zimiz davolanib u yoq buni qilsak, kechqurun ko'rishamiz, kechqurun o'sha yerda o'yin kulgi, raqslar, yoshmiz-da endi, u kishi ham o'sha paytda yosh, men ham yoshman. Shunaqa qilib kuzatib qo'ydim, kelganimdan keyin qarasam o'sha. Darrov yoshlik jurnaliga keldim, kezib tahririyatga kelsam, dedi Muhammad Yusuf dedi, Navoiy 30 ga borsangiz topasiz dedi. O'sha yerda. Navoiy 30 ga bordim, chiqib, endi u ham haligi armiyaga borganlar bilsa kerak endi, ular borib bir Andapalchan deydi, boshqa deydi. Bir juda qadrdonni ko'rganda xursand bo'lib ketadi. Chalashib ketdik, kelamiz, dedi. Demak, do'stligini o'sha yerdan boshlagan ekan. O'shandan mehr tushgan ekan-da, ko'ngli menga tushgan ekan. Men ham ko'nglim unga tushgan, u ham bir ko'ngildan joy olib qolgan ekan. Nimanidir yoqib qolganda, u ham tepadan bo'ladi deyilib, bu narsa emas, Xudoning bir siylovi menga endi. Shu bilan shu aka ketdik, pastga tushdim. Mashinani qo'ydim, qo'shiqda haligi, "Bu kim aytyapti" deyapti-da endi. U hali meni o'sha dam olishga borgan oddiy Toshpo'latda bo'lyapti. Qo'yganimdan keyin, "Bu meni qo'shig'im" dedim-da. Men aytyapman. Yedi qo'shishimiz. Hayron qoldi. Shu bilan ketdik. Shu bilan aka-ukasini boshlanib ketdi. U odam shunaqa inson ediki, sizga mana odam kerak, sizga mana odam kerak, mana odam kerak deb o'sha paytdagi kerak odamlardan rosa shunaqa odat bor edi. Meni o'sishimda to'g'ri maslahat berganlar. Uni shuni xohlagan odam edi-da. Kelamiz, yuramiz, o'ynab kulamiz, boshqa orada bir kun aytdik, bir odam sizga rosa kerak, shuni tanishtirishim kerak dedi. Xo'p dedi, keyin Anor aka ekan, Anor Nazarov. Anor akaga bordik. O'sha paytlarda do'lanlar ketgan. Nur muhabbatlar Nurdin aka bilan ishlardi Anor aka. Ular ketayotgan paytda keyin tanishdik. Ko'rsatdi. Anor aka ko'rgan zoqat, dedi, Toshpo'lat sizmi dedi, ham ko'rmaganda. Bilar ekanlar, eshitgan ekan. Siz endi biz bo'layotgan-ku endi. Siz dedi butun dunyoni estradaning muzikasi so'z qo'yib bo'ldingiz-ku, hazillashib gapirdi-da. Anor aka bilan gaplashdik, borib kelib yurdim. Anor aka meni 2 yil sinagan. 2 yil qilib bermagan, dedi.
boraman kelaman nima bu deymanda. Anor aka meni o'rganayotgan ekan. Men ovozimni, meni holatimni qaysi harfda aytaman, qaysi meni diapazonim qancha, hammasini aytayotgan payt ekan. Sinchkovlik bilan o'rganayotgan, meni o'rganayotgan. Boraman, o'tiramiz, gaplashamiz, choy ichamiz, boshqa qilamizda, shu bilan hech qanaqadan algidan qo'shdan darak yo'q. Ketaman. Men aytdim, men yoqmadim, bu odam ketadi, nima bo'ldi, bu narsa bo'lyapti. Lekin to'ylarga ovora bo'lib ketaman, to'ylar boshqa paytda kelamanda. Keyin o'zimni qarang, niyatga qarab amalda. O'sha boya aytdim, tog'am bilan Toshkentga borishimiz kerak, ijodkorlar bilan yurishimiz kerak degan Xudoning o'zi bizni hali yo'lga solyapti. Muhammad aka bilan tanishtiryapti, Anor aka bilan tanishtiryapti. Bu yoqda yo'l-yo'lakay deydi. Yo'l-yo'lakay hamma jarayon ketyapti qarang. Meni ko'nglimga o'sha o'zimni nusxalarim bo'lish kerak, o'zimni ijodim bo'lish kerak degan bu yoqdan ko'ngliga solgan Xudoyim men. Endi Anor aka bir kun aytayapti, mana uni eshitib ko'ring deyapti. Nimday qilib O'lanaysang jo'shib ayto, aynamo judodam. Pianinoda chalib aytib beryapti. Shuni keyin yozib, mana shu Anor aka meni boshqa tomonga burib yubordi. Mana Xudo o'zi narigi tomonda. Shunday men u tomonga keyin haligi ishlar bo'lib qo'ydimda, Vijdoningiz qiynalayotgan joyda. Mana endi Xudo Anor akam ishlayman, Anor akam ishlab ketdimda. O'zimning ijodim ham bor endi, o'zim ketaverdi. Anor aka ham ketaverdi. Mana shunaqa qilib men Toshpo'lat Matkarim bo'lib, sochlari olindi, televideniya formatiga to'g'rilandi hamma. Bunaqa professional imij o'zgardi. Imijlar o'zgardi. Muxlislarim xafa bo'ldi meni. O'sha jarayon ularga endi shunaqa oziq berayotgan paytda endi. Men aytdim, men o'zimga o'zim, masalan, shon shuhrat ham o'tkinchi, pul ham o'tkinchi, baribir hammasi o'tkinchi. Sen Toshpo'lat kimdir bo'lishing kerak-ku degan masala qo'yilgan-ku. Aytdim 86-yilda qo'yilgan. 6 yillar o'tib, 7 yillar o'tib, Xudo meni yo'limda o'nglab bu tomonga buryapti. Avvalo niyatdan deyilganda niyatni to'g'ri qilish kerak. Har doim niyatni to'g'ri qo'yib, o'sha niyatga qarab harakat qilinsa, Xudo o'zi yo'l berar ekanda. Mana shunaqa qilib chet el musiqalariga so'z qo'yib aytish, chet elga ergashish boshqalardan o'zimni bu yoqqa burib olganman men. Yo'nalishlar o'zgardi. Bu meni hayotim o'zi hozirgi yoshlarga juda katta o'rnak bo'lish kerak. Hozir demak, siz o'z misolingizda gapirib beryapsiz. Men gapirib beryapman. Chunki ular mana pul kelyapti-yu, hamma xarajga chalyapti-yu deb adashib ketmaslik kerak. Ularning yo'li kalta juda ham. Demak, unga mas bo'lib qolish kerak emas ekan. Mas bo'lib qolish kerak emas. Masalan, ulardan nechtasini ko'rdik. Mana shu san'atni, musiqani, qo'shiqchilikni 50 yil kuzatgan bo'lsam, kimlar kelib ketmadi? Kimlarni ko'rmadik? Kimlar nimalar bo'lmadi? Kimlar qanday holatda bo'lmadi? Kimlar xullas o'sha kimlardir shon shuhrat oyog'idan ko'taradi deydi, kimlardir yelkasidan bosadi deydi. To'g'ri. O'sha yelkasidan bosgan shon shuhrat kelsa har bir insonga yaqinlaridan mensimay qo'yib, avvalo o'z yaqinlaringiz birinchi navbatda sezadi buni. Eng yaqinlaringiz bor-ku, o'shalarga munosabat o'zgaradi-da. Yaqin do'stingiz sezadi buni, ota-onangiz sezadi, oilangizdagilar sezadi, atrofdagilar sezadi. Ular sizlarga har doim bir ko'zguda ular. Oilangiz sezadi. O'shalarni sekin-sekin oyoq osti qilib borasizda, undan keyin borib tepaga chiqasiz, norvon olib qo'yilgan bo'ladi. Ana keyin tusholmay bir sarson bo'lib tepada qolib ketasiz. Zo'r gap bo'ldi lekin. Shunaqa narsalar bor-da. Doim xursand bo'lib beraman bir narsadan. Alloh siylagan deb o'ylayman-da men. Ota-onam, aka-ukalarim, qarindosh-urug'larim va meni yo'limda uchragan insonlar. O'zi Xudo o'nglab qo'yar ekanda, o'zi men o'ylamagan narsalar. Yo'lida adashtirmabdi-da. Adashtirmaganda men niyatim xolis bo'lgan, yo'lga chiqqanman. U yo'limda qarang, Muhammad akani menga uchratyapti. Endi boshidan oladigan bo'lsak, o'sha masalan maktabdagi ustozim Bahrom aka Sattorov masalan meni yo'lga solib Toshkentga olib kelib, mana shu yo'ldan ketasan. Boshlang'ich qarang, Bahrom aka Sattorov. Undan keyin Muhammad akalar uchragani. Muhammad Yusuf. Bular hazilakam ijodkor emas endi. Ko'p odam buni bilmaydi, uni yaqin odamlar biladi ularni. Anor Nazarov masalan. Undan tashqari ham juda ko'p shoir do'stlarimiz. Televideniyada men bilaman gapingiz bo'ldimi? Avaz Boqiyev rahmatli, Avaz aka. O'sha Fattoh aka masalan, Fattoh aka televideniyada o'sha jarayondagi hamma insonlarda endi o'sha meni o'zishimni xohlaganlar. Hayotimdagi ham do'stlarimda, hamma do'stlarim bekorga uchramaganda. Xudoyim kimni menga shu uchratgan bo'lsa, mana shu ish 2 yildan keyin bo'ladi yo 3 yildan keyin bo'ladi deb farqlarni uchratganda edi. Juda qiziqda, masalan, o'sha tog'amni men bilan doim birga bo'lishi, ko'p gapirdingiz, ismlarini ayting. Abdunabi tog'amda, Abdunabi tog'am. Shu Barat degan o'rtog'im bo'ladi, rahmat, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'sha insondan do'stlarim, Nurmuhammad do'stim, o'sha orqali u insonni menga uchrashi, Xudoyim uchrashida. Ularda menga bir haligi o jondosh, qondoshdek bo'lib qolgan bir tug'ishmaganki, tug'ishgandan ortiq bo'lib qolishlari. Keyin masalan o'sha Alisher do'stimni Toshkentga haligi Slavik, Stanislav, Yura, Edik ularni yo'lga uchrashdi endi.
masalan trexpolosli apparatlarni men qayerda bilishim mumkin o'sha paytda qishloqda o'sgan yigitman endi masalan Casio qanday bo'lishi mumkin masalan kelib borib qishloqlarga borib qolishi mumkin masalan o'sha Yamaha 21 o'sha D20 Rolandlar oyog'ingiz tegidan chiqib kelaverdi sizga. Hozirgi zamon bo'lsa ekan, men internetda ko'rdingiz bor. Bu yerda Toshkent bilan viloyatlarda farqi juda katta edi. Albatta. Bu yerda bir 5 yilda, 10 yilda borilar bu tomonlarga. Lekin men orqali olayapman, men viloyatga tarqatyapman. Olayapman, viloyatga tarqatyapman-da. Shu jarayon tezlashib ketgan. Shu darajada kirib ketib qolganman-da. O'zi Xudodan astoydil so'rasangiz, odamlar uchratar ekanda. Oilam masalan. Bizni xarakterlarga, to'ylarga yurishimizga masalan chidaydigan bir yaxshi safdosh bir do'st kerak-da endi. Ayolingiz do'stingiz bo'lishi kerak. Masalan, do'st degan nima? Sizni borligingizni qabul qilish kerak. Sizni yaxshingizni ham, yomoningizni ham qabul qilib, siz shu bo'ldi, mana shu siz qanaqa qo'balayotganda siz pes bo'lasizmi, baho bo'lasizmi, chirib ketasizmi yo osmonlarga chiqib juda katta bir milliarder bo'lib ketasizmi? Baribir unga siz shuni qabul qilish kerak. U do'st. Shunaqa do'stlar bo'lganda menda masalan men kim bo'lishimdan qat'iy nazar shunaqa qilib meni yonimdagilar bir umr kelayotgan yonimdagilar shunaqa qabul qilganda mendan kechib ketmadi, mendan voz kechmadi. Men qanaqa holatda bo'lsam ham shular shunaqa qabul qildi endi. Men ham ularni shunaqa qabul qilishga harakat qildim bir umr. Men mana ishlagan odamlar 20 yil, 30 yillab ishlaganda mana qaraydigan bo'lsak, mana oxirgi paytda qarang endi bu Xudoning qudratini. Muhammad Yusuf olamdan o'tyapti 2001-yil. Endi men masalan Barat Isroil, Mahmud Toyi, Surojin Said bu hamma shoirlar bilan zo'r bo'lganman, yaqin bo'lgan Normuron Narzullayev, mana o'sha hammasi. Endi men bilan doim birga bo'ladigan, men bilan maslahatlashgan shoir ham kerak-da menga. Umuman o'zi ijodkor, san'atkorga yaxshi yonida shoir kerak, so'zni biladigan, so'zni yaxshi tushunadigan, sizga maslahat bera oladigan. Masalan, kerak bo'ladi bir so'zni siz bir oylab izlashingiz mumkin ma'nosini. Shunaqa paytda, mana bunaqa bu deydigan, masalan Muhammad aka nihoyatda usta edi, endi shunaqa insonlar edi. Sizni to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan insonlar edi. Bu she'riyatdan, yurish-turishdan hamma narsadan. 2001-yil Alloh Muhammad akani umri shunaqa ekan olyapti. Men mung'ayib qoldim, rosa. Muhammad akani bir qarindoshim o'tgandek qabul qilganman. Juda g'alati bo'lgan hayotim endi. Yaqin insoningiz bo'lgan. Juda ham ko'ngilga yaqin. U odam meni shunaqa, meni qo'shiqchiligim uchun yo nimam uchun emas, oddiy bir mehr tushib qolganda. Biz endi u shoir, bu qo'shiqchi do'st bo'lmaganmiz, yaqin bo'lmaganmiz. Boy aytib berdingiz o'shanday, shunaqa. Shu mug'ayib yuribman, Xudo menga bir kuni kuylarim osmon degan radioda eshitib bo'lardi. O'shani eshitib ketyapman-da, G'ayrat Majid olib boryaptim. Men juda ovozlari yaxshi ekan shu yigitni. Ko'rsatib eshitish ham yaxshi ketyapti-da. Deyapman, keyin o'sha eshitirishga men chaqirilyapman, tavba qildim. Xudo qo'nimni o'tyapti, chaqirilyapman. Keldim, G'ayratni uchrashdik. Yosh yigit, ko'rganingizdan odam asabi joyiga keladi. Samimiy inson ekanlar-da. Bir xil odamni ko'rsangiz asabi chiqa boshlaydi. Tanimaysiz, bilmaysiz. O'tir gaplashmasdan ham qanaqadir siz bezovtalik bo'laverasiz-da. Uni ko'rganingizda odam bilan xotirjam bo'lib qolar ekansiz. Gapini ovoz ham shunaqa bir mayin, gaplashganingizda ham bir maza qilasiz endi. Shu bilan radioga olib kirib ketdi. O'sha ko'rsatib eshitish ketdi. Juda ham chiroyli ko'rsatib bo'lgan. Chiqqandan keyin gaplashib o'tirdik-da, bir gaplashganda aka dedi, siz dedi, u yoqdan xatlar ekansiz-da Toshkentga dedi. Xatlayman dedi. Bu yerda Toshkentda ishlaringizda dedi, men qilsam maylimi dedi. Masalan, radiodagi ishlaringiz dedi, televideniyadagi ishlaringiz dedi. Masalan, ular unda unaqa taniq shoir ham bo'lmasa endi G'ayrat endi. Men aytdim, o'zi shunaqa odamlar yuribman. Qanaqadir ma'noda prodyuserlikda hozirgi zamonga olgan shunaqa endi. Men aytdim, yuragim jizzam etdi-da, men aytdim, Xudoyim, uni ko'niga solganmi, menga ko'nimga solganmi? Bu mo'jizadagi gapda endi. Boya aytdim, Alloh meni siylagan deyapman-ku. Bo'pti deb keyin shuni qo'shiqlarni berdim. Hamma narsani kelishib oldik endi. Mana shunaqa ishlar qilasiz. Nima qilam? Keyin kitobini berdi. Kitobini ko'rasam, juda shirin, o'zidek bir shirin she'riyati bor ekanda. Shu bilan boshladik. Jarayon ketdi. Bir xil ma'noda endi odamni o'rnini bosib bo'lmaydi. Bir xil ma'noda o'sha meni orada Muhammad akadan bo'shliq bo'lgan deyapman. Shu bo'shliqni Xudoyim menga to'ldirib beryapti. Shu bilan keyin qarang, jarayon boshlandi. Mana shu yigit bilan ham o'sha boshlaganimizga 23 yil bo'lyapti. Qarang. Mana shu bir umr sodiq bu meni ham o'sha yaxshi kunimni ham, yomon kunimni ham, yomonligimni ham, yaxshiligimni ham, qarindoshdek bo'lib ketdi. Yomonligimni yashirib, yaxshiligimni oshirib, shunaqa qilib, masalan, birovlar bilan meni muomalamni ham u o'zi oldindan birovman masalan
mana gaplashganda masalan kimdir qanaqa odam u deydi. Ha, shunaqa. Masalan o'zimiz ham masalan Ehson qanaqa inson ekan deb birovdan so'raymiz masalan chaqirganingizda. U shunaqa siyosati bor ekanki, uni hamma mana meni yaxshi qilib qo'ydi. O'zi ko'rmagan odamlarim bilan ham. Ancha o'rganibdi-da sizni. Usmon Azim bilan masalan men ko'rishmaganman. Yana masalan boshqa san'atkorlar bilan ham shular bilan hammasi bilan gaplashsam men bilan o'sha oldin gaplashganda uni negizida G'ayrat bilan ular yaqinda. Do'sting do'stim mening do'stim deyiladi-ku. Shunaqa qilib G'ayratning do'stlari ham mening do'stimga aylanib ketib qoldi. U G'ayratni masalan nihoyatda o'sha Abdulla aka bilan ham zo'r ekan, Abdulla Orif bilan, Erkin Vohid bilan ham zo'r ekan. Butun o'sha ijodkorlar bilan G'ayrat o'zi ko'nglini olgan ekan hammasini o'sha paytda. Muhammad Ali bilan ota bola ekan Muhammad Ali masalan O'zbekiston xalq yozuvchisi. Uni juda katta haligi bazasi bor ekanda shu. Bagaj katta. Bagaj juda katta ekan. Shu bilan Xudoyim meni mana senga deb Xudoyim yana bir siylov qilganda, ular hammasi menga siylov. Mana Barat Isroil, Mahmud Toyir, Sirojin Said, mana Ikrom Iskandar, G'ayrat Ikrom Iskandar ham G'ayrat menga anaqa qilgan. G'ayrat Ikrom Iskandarning juda chiroyli narsalari o'sha ustozlar yur ketamiz o'z osmonlarga. Shunaqa juda chiroyli qo'shiqlar qilganmizda. Shu G'ayratni meni o'rib o'sishim uchun Xudoyim o'zi mana senga yana bitta o'sishingga bir inson lekin qadriga yetgin deb beryapti-da. Umri uzoq bo'lsin, bularda endi Xudo xolasa baxtli, saodatli bu ijodkorlar. Mana hozir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining o'rinbosari. Bir arbobga o'sganini qarang, mana she'riyati ham nihoyatda go'zal G'ayrat. O'sha she'rlarni aytganman. Nigohida oy balqan, kiprigi yulduz taqqan. Juda ham chiroyli she'riyat. Yur ketamiz o'zimizning osmonlarga. Ikrom Iskandar mana shu G'ayrat sababchi bo'lganda hammasiga. Aranjirovlarga keladigan bo'lsak ham, endi Anvar aka ham o'tib qoldi. Anvar akani ham Alloh rahmat qilsin. Hozir Afzal Husanov degan ukamiz bor. Afzal Husanov yaxshi taniysiz. Nihoyatda bag'ri keng bir u ham yaxshi ijodkor. Didlari ham yaxshi lekin. Nihoyatda bizga ko'nimizga moslaydi. O'zi hozir meni atrofimdagi juda ko'p san'atkorlarga juda katta foydasi tegyapti. O'zbek san'atiga uning nihoyatda foydasi katta tegyapti. Shu ishlayapti-da endi. O'sha juda ko'p ishladim men bilan. Xullas men baxtliman, meni Alloh siylaganda. Men hayotimda hamisha yaxshi insonlar, shunaqa bir baxtli, saodatli ungan insonlar uchraganda endi. Mana Anvar aka ham masalan o'sha shu darajada O'zbekiston san'at arbobi darajasiga yetdi. Qarang, shu insonlar. Mana Muhammad Yusufni aytyapmiz, qarang, xalq qo'yar darajaga yetdi. Ular oddiyligidan birga bo'lganimizda Xudo siylab shularni shunaqa ko'tardi-da. Endi xalqqa yaqin insonlarda bular o'zi aslida. Xalqning qalbidan joy olgan. Shunaqa. Mana shu qalbdan joy olish qiyin ekanda, hamma joydan joy olishingiz mumkin, masalan. Eng zo'r joylardan joy olishingiz mumkin. Joylarni sotib olish mumkin-da, lekin qalbni sotib olish juda qiyin. Buni ustozimiz aytuvdi. Ko'p narsani qilish mumkin deyapti-da, o'xshatish mumkin, lekin mana uni qiyin. Haqiqatan mana shu joy qiyin ekan. Mana shu joydan joy olish, mana shu joydan joy egallash. Eng mushkuli mana shu ekanda. Masalan, zo'rlab kimgadir 100 kun bir xonaga qo'yib bir qo'shiqni shuni senga joylashmaydi deb joylasangiz singmaydi-da. Shunday eshitib qolasiz qayerdadir, shunday tegadi, bo'ldi. Shunday tilingizdan tushmaydi shu narsa. Bir umringiz orqaga chiqib shu narsa qoladi. Shunaqa narsa ekanda. Qalbni egallash qiyin. Buni nomi ham ko'p. Qalb deymiz, dil deymiz, yurak deymiz. Juda nomi ko'p endi. Bu har xil tillarda aytilgan. Lekin mana shu joyda egallasangiz, mana shu joy haligi kimki bir ko'ngli buzuqning, ko'ngil ham bor. Ko'ngil, qalb, qarang, dil, yurak, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borikim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Chunki mana bu Allohning nazdida ham masalan mana shu joy juda ulug'da bu joy. O'sha Allohning masalan Ka'basi insonga ulug' qilib tavob qilishga berilgan bo'lsa, lekin mana shu joyda obod qilish undan ham obod ekanda xullas. Navoiy bobomiz aytishi bo'yicha. Bilamiz juda ko'p kitob o'qiysiz. Shu kitob o'qishni mehrini uydagi onangiz, dadangiz berganmi shu mehrni? Albatta biz xonadonimizda gazeta jurnal uzilmagan, doim bo'lgan, kitoblar ham bo'lgan. Men hayron qolardim o'sha Ibn Sino meni otam endi feldsher bo'lganlarda. Ismlari nima bo'lgan? Qarshiboy ota. Qarshiboy hoji ota bo'ldilar keyin. O'sha inson uyimizda kitoblar juda ko'p bo'lardi. Eng qizig'i menga qalin yosh bolaman deydi. Qalin o'sha Avicenna degan kitob tib qonunlari. Shu qiziq tuyularda nima ekan deb ochib ko'rardim, uni tushunmasdim endi. O'sha kitoblar ham bizning uyimizda shunaqa noyob kitoblar ham ko'p bo'lgan. Keyinchalik biz xonadonimizda masalan opamlar o'qigan. Ismlarini aytib yuboring. Savrinsa hoji opam, Bahrinsa hoji opam,
Ular ham kitobsevar bo'lgan, endi baribir bizning mahallamizda kitobsevar oilalar bo'lardi. O'sha oilalar bilan muloqot bo'ladi. Masalan, bitta kitob ziyoli bo'lgan ekan-da. Kitob borib qolsa, o'shani biz navbat turib o'qish bo'lardi. Sharq yulduzi borardi, Sharq yulduzini ham mana o'qib, mana o'qib, mana o'qib qolib olardik. Masalan, yoshlik jurnali ham nima borsa-da o'sha paytlarda qishloqlarga boradigan bo'lsa, kam borardi-da. Lekin gazeta har kuni borardi. Gazetani har kuni o'sha nomlari ham hozir boshqacha edi ular nomlari. O'shalarni har kuni uydagilar, men otam hali fersher bo'lgani uchun ular a'zo bo'lardi gazeta jurnallariga. Maktabimiz kutubxonasi bo'lardi, kutubxonasida kitob kam bo'lardi negadir. O'sha Lev Tolstoyning Urush va tinchligi, yana bir yosh bo'lib borgan, birinchi borganimda dunyo romani deyiladi. Shunaqa deyiladi. Endi birinchi yosh bo'lib borganimda kitob bering deb bibliotekaga aytganimda, o'sha qush tilini bergan. Qush tilini men tushunmayman men. Qush tili desa endi o'sha kutubxonachi o'qimagan bo'lsa, bolalar o'qiydigan kitob deb bergan bo'lsa edi. Shuni bergan qarang. Qiziqdi hayot. Bu kutubxonamiz sal anaqa edi. Mana hozir kutubxonalar juda obod bo'lib ketdi. Mana yaqin 3-4 yil ichida o'sha Yosur uyushmasiga shunaqa katta mablag'lar ajratildiki, nodir asarlar paydo bo'ldi. Hamma asarlar nashr qilinib, butun O'zbekiston kutubxonalariga mashina berilyapti, qarang. Kim borsa hozir qaysi bir rahbar bo'lsa ham o'sha hududlarga, albatta kutubxonalarga, o'sha maktablarga kitob sovg'a qilish yo'lga qo'yildi. Mana kitob o'qiganlarga hozir mashina berilyapti, qarang. Biz mashina boshqa demasdan o'zimiz shunaqa kitob sevara bo'ldik. Chanqoq bo'lgansiz. Chunki bizning internet telefonimiz bo'lmagan biz. Mana qarang, hozir umuman hamma o'ylayaptiki, shu hamma narsa telefonda. Lekin harflab o'qilgan kitoblardan olingan mazani ola olmaysiz hech qachon. Kitobning mazasini, kitob hidi, uni hech qachon topib bo'lmaydi. Uni o'sha o'qiganlar biladi. Masalan, biz avlod biladi, bizdan keyingilar ham ko'plari biladi. Lekin hozirgi avlod ham asosan o'zini taniganlar, o'zini bilganlar kitob o'qiyapti. Chunki kitoblarda ko'p narsa bizga berilyapti. Ilgari kitoblar bo'lmagan kitoblarimiz bemalol mana hozir ochiq oydin nashr qilinib, ko'p narsa endi ruxsat bo'lmagan, bilasiz endi. Hammasi kirib kelyapti. Butun bizni ota-bobolarimiz hamma narsani yozib g'arbga bergan ekan, g'arb uni o'qib olib, bizga endi o'sha kitobxonada beryapti. Biz uni g'arb qilgan ekan deb o'qiyapmiz, lekin uning asli ildizi mana biz qo'shiqlarda, masalan, g'arb qo'shiqlariga so'z qo'yib aytganimizda bizniki bo'lganda, biz kitoblarimiz ham ko'plarini masalan asli qanaqa bo'lgan, nima bo'lganini kelib chiqib kelyapti. Nobel olganlar ham masalan aslida qarasa, Nobelchi olimdan 500 yil oldin, 1000 yil oldin aytilgan ekan, ko'plar aytib ketilgan ekan. Qarang, shunaqa narsalar kashf qilinyapti hozir. Xudo xolasa biz ham yoshlarimiz, masalan, o'zini bilganlari, o'zini hozir taniyotganlari, xudo xolasa o'sha ota-bobolarimizdan qolgan meroslarni o'qiydi, o'zlari harflab o'qib, internetdan emas, kitoblardan o'qib, xudo xolasa juda katta ajoyib ishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa niyatdaman, xudo xolasa. Toshpo'lat aka, shu savolni bermasam bo'lmaydi. Jonivorlarga ko'p qo'shiq aytgansiz-da paytida. Bu nima, mehrmi yoki nima desak bo'ladi buni? Endi bu savolim juda ko'p javob berganman, qara Ehson. Men o'sgan joylar shunaqa chiroyli go'zal joylar. Ohangaron vodiysi. Ohangaron vodiysi bu qadimda Iloh davlati bo'lgan. Iloh davlatining poytaxti Tunkent shahri bo'lgan. O'sha Tunkent shahri hozir meni qishlog'imning atrofi. Tarixiy joylar. O'sha joylar bu masalan bir sivilizatsiya bo'lgan joylarda joylar. Lekin keyin shunaqa tekislanganki, o'nglanmaydi, izlavorilgan. Mana hozir o'sha joylarda qazishma ishlari olib borilyapti. Olimlarimiz juda qadimgi ibodatxonalar chiqyapti, o'sha davrdagi sivilizatsiya chiqyapti, o'sha paytdagi juda ko'p noyob manbalar chiqib kelyapti. O'sha joyda O'rta Osiyoda ikkita zarbxona bo'lgan bo'lsa, o'sha zarbxona bo'lgan. Butun kumush tangalar mana shu yerdan olib ketilgan. Bu Iloh davlati. Biz tomon endi masalan Ohangaron ketayotganingizda vodiyga ketadigan yo'l bor. Nari tomonda Ohangaron vodiysi, o'sha tomonda aslan Iloh. O'sha Said Ahmad bobomiz aytgan ekan, Muhammad aka aytib, bu 30 yillik gap endi, u qadim 35 yillik gap. Bunday qaragan ekanda, "Ey Muhammad, bu joylar uxlab yotibdi, hali uyg'onadi" degan ekan. Buni bilgan, o'sha Said Ahmad bobolarimiz bilganda o'sha, hali uyg'onadi der ekan. Mana hozir biz tomonlar shunaqa go'zal bo'lib, ajoyib bo'lib ketdi. Prezidentimiz Ohangaronga alohida 11,5 trillion pul ajratib, o'sha joylar juda ham obod bo'lib ketdi. Hozir Ohangaronni tanimaysiz. Kundan kunga o'zgarib ketyapti. Shunaqa ko'p o'zgarishlar bo'lyapti-da endi. O'sha joyda o'sganman. O'sha joyda tabiat, Amir Temur bobomizga Ohangaron o'sha ilgari Qurama deyilgan, Qurama viloyati bo'lgan uylar endi. Qurama uyezdi bo'lgan, Qurama viloyati bo'lgan, Qurama tumani bo'lgan. O'sha joylar
zo'r yer haydaydigan ho'kizlarni yetkazib bergan. Ana. Traktor zavodi shu yerda bo'lgan. Qoraboyr otlarining asl zotlari shu yerdan ketgan. Mana hozir ham ot zavodlari ochildi, bittasi Yakkabog'da, bittasi Quvada ochildi. O'sha ikkalasiga ham Ohangaronni otlari urug'liga olindi shu yerda. Shu yerdan. Demak, mehr o'sha yerdan ekanda. O'sha joydan ketgan. Bizda shunaqa uloqlar bo'lardi u paytlarda. Bolaligimizda o'zimiz bir qirshang ot bo'lsa ham bir chop borardik shu yerlarga endi. Bir bizga otam endi fetcher bo'lgan uchun ot berilganida, unaqa zo'r ot emas endi ishlarga, masalan, dalalarga, masalan, 10 kilometr, 5 kilometr cho'ponlarga ham otda borib kelinganda, yoshlik paytingizda, yoshlik paytimda endi o'sha paytlarda o'sha otni men yem berib, boshqa qilib quloq kunlari sekin borib kelardim, otda borib kelardim. Do'stingiz bo'lgan ekanda. O'sha otlar endi shunaqa otlar o'zi xonadonda otlarimiz bo'lgan. O'sha muhitda o'sganmiz. 15 yoshdan Toshkentga kelib qoldim endi keyin. Baribir o'sha narsalar qalbda bo'lganda bolaligimizdan otga mehr bo'lgan. 93-yillarda Muhammad akaning kitobi chiqdi bitta, she'r kitobi. Uni Muhammad aka men qo'limdan bermagan. Har doim qo'lima she'r yozib berardi. She'r berardi, siyoh xotmasi men aytardim. Lekin shu ot haqida afsonani menga bermagan. Bu qo'sh bo'ladi deb o'ylamagan Muhammad aka. Juda kubletlari ko'pda endi katta. To'plamni menga berdi. Ochib o'qiyapman. Oq tulporim bor edi, beklarim unga zor edi. Ot emasman, ummiga ham o'tiz jiz yetadi. Ana. Bordim, porni oldim. Aytyapman qo'shiqda. Yaratyapman. Tez aytib, keyin o'sha Abdunabi tog'amga kelib aytib beryapman. Ot yilida qo'lgan, odam ot yaxshi. Tog'a dedim, mana shu ishni ko'ring. Ya, zo'r ekan-ku dedi. Birdaniga. Keyin to'yga bordik. To'yda aytdim keyin. Aytsam, o'sha to'yda o'zi ham 5-6 ta deb, bu zo'r narsa ekan deyapti-da. Shundan keyin shuni tez yozib, ovoz yoz stillarida ketdi. Ancha odam eshitdi. Juda mashhur bo'lgan ekan. Eng qizig'ini ayting. 94 aytilganda 98 klip qilyapman buni. Klip qilgandan keyin portladi-yu bu. Hamma xonadonga shunda el og'zida bo'lib qoldi-da. Shu ot to'g'risida qo'shiq aytdilar, hech kim qo'l urmaganda-da bunga. Shu qo'shiq menga tashrif qog'oz bo'lib qoldi. Uni o'shani Qur'on Ohangaron o'ylagan vizitga bo'lgan bitta. U Ohangaron o'ylanni sal hududi kichikroq edi-da. Lekin butun O'zbekiston miqyosida, mana O'rta Osiyo miqyosida Qozog'istonlik choparlar ham, ot choparlar ham, ot sevadiganlar ham, Tojikiston ham, Qirg'iziston ham hammasini xonadoniga bu Toshpo'lat oq tulpor minib kirib bordi. Men har doim maqtanaman-da, meni akam Muhammad akam menga oq ot mindirib ketgan. Oq tulpor mindirib ketgan akamdan maqtanaman-da. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Endi boyaga qarang, 88-yil uchrashuvlarimiz qarang. O'sha 94-yilgi oq tulpor menga vizitga bo'lish kerak. 93-yilgi Aynamo, Ohangaron o'lani, Anar aka menga tanishtirilish kerak. Hammani o'sha yechimida Muhammad aka turibdi. O'sha odam orqali mana shu mening keyin bir-biriga zanjir bo'lib ketdi. Qarang, Xudoyim o'zi chevar deydi-ku. Chevar shunaqa qilib bichib qo'ygani bu yog'ini. Shunaqa qilib kelyapti, qarang. Ajoyib. Toshpo'lat aka, mana bugungi kunda muxlislaringizga yangi narsalaringizdan bormi? Nima taqdim etmoqchisiz? Muxlislarimga juda ko'p muxlislarim meni bilasizmi, shunaqa o'zi Abdulla Qodiriy bobomizda bor-ku, moziga qaytib ish ko'rma xayri degan gaplari bor-da, shunga o'xshab meni ham muxlislarim o'sha oldingi aranjirovkadagi qo'shiqlarimni yangi hozirgi zamonaviy aranjirovkada ayting deb hammasi qo'ymaydi-da endi. 88, 89, 90da aytgan qo'shiqlarimni qaytadan yangilayapman hozir. Shu ish yarayapti. Demak, ikkinchi hayot baxsh etayotganiga shunaqa ular talab bo'lyapti, shunaqa. Talab bo'lgani uchun yaqinda o'zbeklar diyor. Lekin yaxshi fikr. O'zbeklar diyorida degan qo'shig'imni yangiladi yaqinda. O'sha qo'shiq hozir muxlislarga taqdim qilinyapti, mana ketyapti. Juda ham yaxshi kutib olish muxlislarim buni. Bular bari tajribam bilan bo'ladi. Yoshlar adashib qolmasligi kerak. Masalan, uzoq yashashni sirlari, san'atkorda uzoq sahnada turish sirlari. Masalan, men shuncha yil turgan bo'lsam, sahnadan tushib ketganim yo'q. Allohga shukr, doim o'sha sahnamda kelyapman. O'sha oddiy cho'pon sahnasida ham bo'ldim. O'sha hukumatimizning eng katta sahnalarida ham bo'ldim. O'sha oddiy cho'pon ham tanidi, o'sha oldi odamlar ham tanidi, jamiyat oldilar ham tanidi. Shunaqa masofada yurdimda doim endi masalan. Shuna. Lekin hammasini muomala qildim. Hammasini borib o'sha ko'nini oldim.
rozi qilib ketganman. Rozi qilib duosini iloji boricha bitta duogo'yini o'sha yerda eng kattasi bo'ladi, o'sha avlodi kattasi bo'ladi. Kattalaringiz kim deb o'shaning oldiga borib duosini olib ketishga harakat qildim bir umr. Shunaqa. Men eslashib ketgan bo'lsa ham keyin kelib ham duolar aytib ketganda. Masalan, to'ylarga boramiz. To'ydan keyin ham yaxshi yetib oldingizmi? Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Masalan, bir xil san'atkorlar norozi qilib ketgan bo'lsa, keyin umuman so'rashmaydi ham. Ko'rganda teskari qarab ketadi. Nimadir gap bo'lgan, olib borganda endi kimdir gapidan olib borgan, o'sha yerda nimadir bo'lgan u odam xizmatini qilib ketadi endi. Lekin keyin ko'rganda teskari qarab ketishi mumkin. So'rashmasligi mumkin. Oddiy odamlar nihoyatda tez ko'ngli og'rib qoladi-da. Bu ko'ngli og'rigan bildirmasligi mumkin. Ularning eng katta quroli sizdan so'rashmaydi bo'ldi. Sizdan uzoqroq yuradi bo'ldi. Lekin mana shu qancha guvoh bo'lganman, masalan, orqamizdan telefonni qilib, yaxshi yetib oldingizmi, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, xafa bo'lmadlaringmi deb keyin borgan joylar, keyin borgan to'ylarimizni ham kutib olib, hurmatimiz joyiga qo'yib, shunaqa bo'ladi endi. Asosan shunaqa yashadik. Bir umr shunday yashadik-da. O'sha sahnada uzoq turishni aytdimki, sabablari eng pastdagi odam bilan eng katta odam hammasining ko'nglini olish kerak. Birday ko'rar ekansiz. Birday ko'rish kerak. O'sha joy o'zi san'atkor, ijodkor, xalq ichida yuradigan odam o'sha xalq ichida to'g'ri yurish kerak. Yana bitta narsaga guvoh bo'ldim. Eng odamlar kichkina deb o'ylagan odamlarning keyin farzandlari eng katta odam bo'lib ketdi. Ana u agar xafa qilgan bo'lsam, o'chini ham olish mumkin. Bolam masalan shu odam bizni shunaqa qilgan bu, shunaqa xo'rlagan bizni, shunaqa qilib ketgan, oyoq osti qilib ketgan desa, u odam bari ko'ngliga yomonlik bo'lsa qiladi. Bu hayotda bilib bo'lmaydi. Ko'p odamlar shundan chalinib ketgan, bilasizmi? Bilmaydi qayoqdan zarba olganini. Lekin Xudoyim ularga shunaqa yo'llar bilan zarbalar berdi. Shunaqa hayotda bu 50 yillik hayot o'sha emas, oson bu maydon ichida turmoq deb bobomiz bekorga aytmagan. O'sha uzoq maydonda bir joyda turish rosa qiyin. Bir marta kelib ketadigan joy bo'lsa, bir yuzingizni yashirib, bir narsa qilib ketishingiz mumkin. Lekin uzoq bizni yuradigan joyimiz sahna. O'sha sahnani bekorga muqaddas demagan. O'sha sahnani hurmatli joyga qo'yib qo'yishimiz kerak endi. Ushmanglar, o'sha qarsaklar o'tkinchi, mana ular ham o'tkinchi, hamma narsasi. Qo'shiqlaring ham bir oyda, 2 oyda esdan chiqishi mumkin. Lekin sizlarda o'sha odam axloqlaring, odamgarchiliklaring, odamlar odamgarchilikni esdan chiqarmaydi. Odamlar shuni esdan chiqarmaylar. Odamiy ersang demagilar odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Bizga aytilgan, san'atkorlarga aytilgan. Biz xalqning odamlarimiz, xalqdan yuradigan odamlarimiz. Lekin xalqning hurmatini qozonishimiz uchun xalqning hurmatini joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. O'shanda mana bizga o'xshab Xudoga shukr, behisob shukr. Yaxshi insonlarga duch kelasizlar, yaxshi davralarda yurasizlar va sizlarni yaxshilar hamisha yomonlardan himoya qiladi. Agar yomonlar davrasiga sizlar yaxshilar himoya qilmay tushib qolsalaring, unda tavbalaringga tayanasizlar, bu dunyoga kelganlaringga pushaymon bo'lasizlar. Mana shu sahnaning hurmatini qilib, yaxshi odamlar bilan yuringlar, Xudo xolasa kam bo'lmaysizlar va uzoq yurasizlar. Sahnadagi umrlaring uzoq bo'ladi. O'zlaring umrlaring Xudoyim uzaytirib bergan bo'lishi mumkin, lekin sahnadagi umrlaringni o'zlaring shunday nuqta qo'yib qo'yishlaring oson. Oson bu juda ham. Juda ko'p ko'rdik. Rahmat. Toshpo'lat aka, suhbatimizdan so'nggi bir badiiz olib qolaman, xo'p desangiz. Keyingi intervyuni Ohangaronda qilamiz. Bemalol, hech qanday gap so'z, biz bag'rimiz keng, Ohangaronda ham bag'ri keng. Bemalol. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Juda ham bir mazmunli suhbat bo'ldi. Muxlislaringiz siz bilan mazza qilib suhbatingizni eshitdi deb o'ylayman. Muxlislarim hurmat qilaman. Biz shular bilanmizda, bilasizmi? Meni muxlislarim nihoyatda meni ular yo'lchi yulduz, men borib har qanaqa qo'shig'imni ham borib ularga aytib ko'raman. Boya aytdim-ku. Aytib ko'raman. Agar ularga ma'qul bo'lsa, keyin aytaman. Ma'qul bo'lmasa, ularga yoqmasa aytmayman. Muxlislarim borlaringizga shukr. Sizlar bizga yo'lchi yulduz. Aslida o'zi muxlislar biz ergashtirishimiz kerak. Lekin men sizlarga ergashaman va menga ozginagina hurmat qilib, ozginagina ergashib qolgan joylaring uchun men minnatdorman. Bir umr xizmatdamiz, ta'zimdamiz sizlarga. Eslaringda bo'lsa 91-yilgi o'sha ovoz yozish studiyalarida tarqalgan qo'shig'imda ham o'sha shu aytgan men sizlarga ta'zim deb aytganman-da lambadan. Sho'x yigit qizlar o'ynab kuling bunday davronda. Sizlarga ta'zimda o'sha ta'zimdaman hali ham. O'sha 34 yil bo'libdi. 34 yildan beri o'sha gap, men muxlislarim ta'zimdaman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Zo'r notada tugatdingiz. Sog' bo'ling, rahmat aka. Mazza qildim. Rahmat.